va menga qarang o'zi, o'zingizdan ja farishtani yasalyapsizmi? Qilayotgan ishingiz o'zi bitta ovqat qilish va ko'cha qo'lini sipirish. Kecha kelib olib til chiqib qopdimi? Oldi 4 ta bolani tug'ingda, hamma joy qotirib 10 yil yashab qo'ying, keyin gaplashamiz. Ja oshirib bormadingizmi? Limitingiz ham tugadi-yu. Voy, to'xtang, men hali hamma gapimni gapirib bo'lganim yo'q-da. Buni bilasizmi, qachondan beri ichimdagi gaplarni o'ylab yuraman, o'ylaganimda gapiraman. Hozir boshqatdan kiraman, xo'pmi? Va menga qarang-ku. O'shacha sizni ko'rsam, ko'nglim aynyapti. Xohlasam, oshxonani ham yig'ishtirtiraman. Xohlasam 4 ta bolamga ham qarab o'tirasiz, tushundingizmi? O'zingizcha menimda kelib olib, oyjonga meni yomonlab, erimga yomon ko'rsatib, hamma xizmatlarni qilayotgan bo'lib, o'zingizcha sizni ichingiz gryaz bilasizmi? Gryazda gryaz sizni ichingiz. Bilmadim-ku, basharingizdan ko'rib odam qanaqa qilib sizni yaxshi deb o'ylashi mumkin. Ay, astag'firulloh. Unaqa qaramang, hajolantirib esimdan chiqib qoldi. O'lsin, jon o'lsin. Yerga qarab tursangiz, mayli, gapirib oling, hammasini yetadimi o'zi? Yo'qsa yana beraman, xo'p? Opajon, yetar balki. Yutoq ozgina qolib ketdi, ozgina. Lekin basharalaringizga mana qilgan o'tda shagilarib keladi. Shunaqa yoqmaysiz. Bo'ladi. Xafa bo'lmay taqim, xo'p o'lsin, siz yaxshi ko'raman. Joyida.